Kızım, tekrar kılatta mısınız? Kızım tug'ilib, xizmatdan voz kechib, bolamizni tarbiyalamoqchi bo'ldim. Ammo bola uyda o'zimni yo'qotib qo'ygandek his qildim. Do'stlarimning har qitim bolam uchun o'z yo'lida cho'ng bo'ladi. O'zingni top deganini anglaganda o'zimni jamiyatning keyinda qoldim deb jazmlashtirdim. Ham butun kuchim bilan oldiga o'tishga urindim. Qizimning 3 yoshga kirgan tug'ilgan kunini yo'ldashim uyda o'tkazayli degan taklifni o'ttirib qo'ydim. Barsam ne boptu? Oy dostlarım tug'ilgan kunda sizlar zamanda. Biroq do'stlarim, 3 yil oz jafo tortdingmi? Yaxshi bir ijilib kelayli. Bugun degan sen xushal bo'ladigan, orom oladigan kun dedi. Shu tap o'zimni tepishga texmo yaqinlashgandek his qildim. Bugun bolamning maktabga borgan birinchi kun. Ha, akaya. Ammo do'stlarim bilan yoz tugagicha bir qitim dala sayohatiga chiqishni deyishib qo'ygan edim. Bu sayohat bugungi to'g'rilanib qoldi. Xotirjam dala sayohatiga mangdim. Uyga kirishim bilan manga ho'maygan muzdalat yo'ldishimni, mening o'yinlarimni ko'rolmayotdi deb tushundim. Tolga jiroqiyat tursa, Uningga tetib qo'ymoqchi bo'ldim. Bugun shekarshanba ham to'y xotiri kunimiz. Yo'ldishim bunday ishlarda faqat romantik emas. Yelimi meni men bo'lishga chaqiradigan do'stlarim bo'lib qoldi ekan. Men uchun shanbaning huzuri do'stlarim bilan o'tkazgan qator choyda. Nasıl tayyorladingmi? Nasıl qilasiz? Bu uyga qarab turgan bo'lsam, bu chaqqicha meni bu to'ttam yeb bo'ladi. Men bugungi choyning egisi. Chechim, tirnaqim, kiyimim, attirim, oyiqim, so'mkam do'stlarimdan ortiq bo'lsinki, kim bo'lmasin. Oy rahmat. Nima ovorib degansan? Balam to'liq sizni bitirmoqchi. Balamning nima qiziqishi, orzularining borligini dotisi bilamdikin tang. Men texiji balamning qiziqishi emas, o'zimni tepishqimi yetisholmayapsam. Oxiri yoshlik, pul, salomatlikning hammasini desmoy qilib o'zimni topdim. Men hayotga tetib yashadim deb o'yladim. Afsus. Hayotga tetib yashash emas, hayotni qong'udek tetolmoqdim. Hayotni kim qayerda qaysi rangda mo'llashtirsa, taqdir shu rangda ta'birini beradi ekan. Bugun mendan umid uzgan bolam, menga beparvo bo'lib ketgan yo'lishim, kundan kunga nacharlashayotgan salomatligim, mening kimligimni tepishga tamoman yetarliligini bilganimda, qo'limdagi diagnoz qog'ozi ulardan faqat birla quchoqlashni iltijo qilyotdi.